Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun biz qaror qabul qilish, ya'ni decision makingning 5-qismiga yetib keldik. 5-qismida biz switch operatorini o'rganamiz. Switch qaror qabul qilish operatori hisoblanadi. Dart dasturlash tilida switch case operatorlari mavjud. Switch case operatorlari if else operatorlarining soddalashtirilgan versiyasi. Uning yondashuvi Java bilan bir xil. Java dasturlash tili bilan uning strukturasi, yozilishi bir xil. Switch operatorining blok sxemasi quyidagicha: case 1, case 2, case 3 va hokazo case n. Agar bu yerdagi shartimiz birortasiga ham to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, ya'ni default qism ishlaydi. O'tgan darsda else if ladder operatorini ko'rib chiqqan edik. Else if ladder operatorida ham hech qaysi shartga tushmasa oxirida default, ya'ni else qism ishlardi. Bunda ham xuddi shunday. Ya'ni else ifning soddalashtirilgan shakli bu switch operatori ekan. Uning sintaksisi quyidagicha: switch expression, ya'ni shart yoziladi. Agar shartga to'g'ri keladigan bo'lsa, case value 1, qiymati 1, body of value, ya'ni tana qismi ishlaydi. O'sha case 1 ning tana qismi ishlaydi va break operatori orqali sindiriladi. Keyingi darslarimizda break operatori haqida to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Endi esa dart muhitiga o'tib, oldingi safar yozib ko'rgan, ya'ni hafta kunlarini switch operatorida yozib ko'ramiz. Va mana dart muhitiga ham o'tib oldik. Endi bu yerda dasturni yozishni boshlaymiz. Undan avval oldingi darsimizda yozib ko'rgan else if ladder mavzusiga tegishli bo'lgan misolimizni ko'rib chiqaylik. Unda quyidagicha edi. Ya'ni har bitta kunimizga deyimizni tenglab chiqardik. Bunda qaysi shartimizga to'g'ri kelsa, o'sha shartimiz ishlar edi. Switch operatorida ham xuddi shunday bo'ladi. Uni yozishni boshlaymiz. Olamiz. Yettita hafta kunimiz mavjud. Agar bizda birorta bir shartimiz ham tushmasa, ya'ni boshqa bir qiymat bo'lsa, unda default qismi ishlash kerak. Mana bunday hafta kuni mavjud emas. Qiymatlarni o'zgartirib chiqaman. Va yakshanba. Mana dasturimizni yozib bo'ldik. Endi buni run qilamiz. Mana run qildik. Bizlarga haftaning 3-kuni, bu chorshanba kuni chiqarib berdi. 8 qilaydigan bo'lsak, bunda qanday ishlaydi? Mana bunday hafta kuni mavjud emas. Bunda day 8, ya'ni 8 ni oladi va case'ga solishtiradi. Case 1 8 ga tengmi? Yo'q, ishlamaydi. Case 2 8 ga tengmi? Yo'q. Va hokazo 7 gacha ko'rib keladi va 7 dan so'ng default qismga o'tadi. Ya'ni
bunday hafta kuni mavjud emas deb natijamiz chiqib keladi ekranga. Endi slaydimizga qaytadigan bo'lsak, endi keyingi slaydimizga o'tamiz. Keyingi slaydimizda switch qaror qabul qilish operatori. Agar yuqoridagi holatlarning hech biri shartga to'g'ri kelmasa, tanasi bajariladigan holat default holat hisoblanadi. Ya'ni eng oxirgi holatiga o'tadi. Har qanday miqdordagi holatlar bo'lishi mumkin, ammo qiymatlar takrorlanmasligi kerak. Ya'ni boyna ko'rib chiqqanimizdek case 1, ya'ni case 1imiz 2 marta takrorlanishi mumkin emas. Case iboralari faqat konstantalarni o'z ichiga olishi mumkin. Ya'ni uning qiymatlarini keyin o'zgartira olmaymiz. Ya'ni case 1 doimiy bir qiymati konstanta bo'lib hisoblanadi. Bu o'zgaruvchi yoki ifoda bo'lmasligi kerak. Ya'ni o'zini o'zgartirishimiz yoki birorta bir ifoda bo'lishi kerak emas. Oqim nazorati, ya'ni holatlar ichida buzilish bo'lishi kerak. Ya'ni boyna qo'yganimizdek break operatori. Agar u o'tkazib yuborilsa, u xatoni ko'rsatadi. Standart holati ixtiyoriy, ya'ni ixtiyoriy qiymatlarni berishi mumkin. Shu bilan bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'linglar.